Manchester City bosh murabbiyi Pep Gvardiola o'zbekistonlik futbolchi Abduqodir Husanov haqida o'z fikrini bildirdi. Husanovning muxlislari bo'lsa, shu joyda layk bosib ketamiz. U shunday dedi: 11 oy davomida har 3 kunda maydonga tushishga majburmiz. Husanovning har bir uchrashuvda o'ng qanot himoyachisi sifatida o'ynashi, bunday yukni hech bir futbolchi ko'tara olmaydi. Shuning uchun bizga barcha futbolchilar kerak. Shu bilan birga Husanovning jismoniy tayyorgarligi a'lo darajada. U yosh, hali o'rganish kerak bo'lgan jihatlar bor, lekin tezligi bilan boshqalardan ajralib turadi. Bugun o'z zonasida ishonchli yopdi, to'pni deyarli yo'qotmadi va toza o'yin ko'rsatdi. Ayniqsa uning har bir o'yindagi alohida tayyorgarlik bilan chiqishi ta'kidlash joiz, dedi Gvardiola o'yindan keyingi matbuot anjumanida.